Assalomu alaykum hammaga. Ushbu darsimizga xush kelibsizlar. Bugungi mavzuyimizda biz console input output klassini o'rganib chiqamiz. Xo'sh, bu console i/o degani bu input output, ya'ni konsolga ma'lumot kiritishni va konsoldan ma'lumot chiqarishni o'rganib chiqamiz va scanner klassini ham shu darsimizda ko'rib, ishlatib ko'ramiz. Xo'sh, birinchi o'rinda biz konsolga ma'lumot chiqarishni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bizda ikki xil yo'l mavjud. Javaning 25-versiyasida ikki xil ma'lumotni konsolga chiqarish yo'li mavjud. Birinchisi bu klassik usulda ma'lumotlarni chiqarish va ikkinchisi zamonaviy usulda input output klasslari mavjud. Xo'sh, bugungi darsimizgacha biz zamonaviy, ya'ni sodda ko'rinishdagi bo'lgan input output klassi orqali biz ma'lumotlarni chiqarib kelgan edik. Mana yangi fayl yaratib oldim va buni ichida biz hello salom Java degan ma'lumotni chiqarib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, biz kiritilgan ma'lumot ushbu print metodi yordamida biz konsolga chiqaryapmiz va mana shuni biz konsolga ma'lumot chiqarish deb nomlaymiz. Xo'sh, ushbu usul, ya'ni input output klassi orqali ma'lumot chiqarish, bu zamonaviy usulga kiradi. Mana bu yerga ham zamonaviy usul deb o'zbekcha yozib qo'yamiz. Xo'sh, mana shu usulni ikkinchi turdagi metodi mavjud va bu metodimiz bu. Xo'sh, mana bu yerda chiqib ketib qoldi. Va bu metodimiz print lnni biz ishlatib ko'rdik. Ikkinchisi bu print degan metod mavjud. Xo'sh, mana shu metodni birinchidagi turgan metoddan nima farqi bor? Mana shu farqini hozir biz ko'rib chiqamiz. Va buning uchun mana bu yerga hello deb yozamizda, Ctrl Shift tepa strelkasini bosadigan bo'lsangiz, mana shu qatorni bir qator tepaga chiqarib beradi IntelliJ IDE ushbu shortkat yordamida. Ctrl Shift tepaga strelkasini bosadigan bo'lsangiz, mana ko'rib turganingizdek, ushbu qatorimiz tepaga chiqib qoldi. Ana endi mana bu yerdagi hello degan so'zni olib tashlaymiz va mana shu xabarlarni konsolga chiqaradigan bo'lsak, xo'sh, qanday chiqadi? Mana ko'rib turganingizdek, hozir bizda ikkita print ishlatishimizga qaramasdan, mana bu yerdagi ikki xil message bir-biriga qo'shilib ketib qoldi. Sababi mana bu print metodidan foydalanayotgan paytimiz mana shu havola, mana shu message konsolga print qilingandan keyin kursor keyingi qatorga o'tib ketmaydi. Mana bu metod kabi. Mana bu metodimizni ishlatayotgan paytimiz, mana bu metodni ham bitta tepaga ko'taramiz va mana ko'rib turganingizdek, agarda biz print lnni birinchiga qo'yadigan bo'lsak, mana shu metod o'zini parametrdagi messajni chiqarar ekanda va kursorni keyingi qatorga o'tkazib qo'yar ekan. Va kursorni keyingi qatorga o'tkazganligi tufayli undan keyin keluvchi messajimiz keyingi qatorga tushib qolyapti. Lekin print metodidan o'zini foydalanadigan bo'lsak, ushbu kursor mana bu messajdan keyin to'xtayapti va undan keyin keluvchi messajimiz davom ettirib ketyapti.
Mana ko'rib turganingizdek, hozir yaxshilab tushunib olishingiz uchun mana bu yerga yana qo'shimcha aaa, belgilarni qo'yib ketaman. Mana ko'rib turganingizdek, mana 3-messenjimiz keyingi qatorga o'tib qolyapti. Sababi ikkinchi metodimiz println edi. Ya'ni faqatgina println o'zidan keyin keluvchi messejlarni keyingi qatorga o'tkazib qo'yar ekan. Lekin undan oldin printni o'zi keladigan bo'lsa, kursor mana bu messej tugagan joyda qolib, keyingi messejlar shu joydan davom ettirib ketaverar ekan. Mana shu ikkita metodning asosiy farqi shular. Ana endi biz klassik usulda ham ma'lumotlarni konsolga chiqarishni o'rganib chiqamiz. Xo'sh, klassik usul deymiz. Klassik usulimiz bu system out print Xo'sh, bu klassik usulimiz system out print metoddan tashkil topgan ekan. Keling, bunda ham xuddi mana bu input output klassimiz singari ikki xil usuldagi printimiz mavjud. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana print shunchaki oddiy print bor ekan va println bor ekan va undan keyin printf. Printf haqida hali o'tmaymiz. Keyingi kelajakdagi darslarimizda ko'rib chiqamiz, chunki bu formatting deyiladi va formatting biroz hozircha bizga qiyinlik qilganligi tufayli hozircha biz print bilan println metodlari haqida gaplashib o'tamiz. Xo'sh, println metodiga to'xtaladigan bo'lsak, bu ham xuddi input output klassdagi mana bu metodlarga o'xshab bir xil ishlaydi. Ya'ni println message konsolga chiqarilgandan keyin kursorni keyingi qatoriga o'tkazib qo'yadi. Hello Java deb mana bu metodimizni ham ishga tushiradigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek bir xil mana bu yerdagi kabi input outputga qarab bir xil ko'rinishda chiqyapti. Mana ko'rib turganingizdek, second hello javamiz ham keyingi yangi qatordan print qilinib chiqyapti. Xo'sh, ana endi mana shu klassik usulimizni ham o'zini print degan metodi mavjud ekan va bu metod ham kursorni keyingi qatorga o'tkazmasdan messejimizga qo'shilib ketyapti va mana bu yerga bitta kursor qo'yadigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, bular biroz orasiga joy tashlanganligi tufayli bir-biriga yopishib qolmadi va turganingizdek, klassik usulda ham zamonaviy usulda ham ma'lumotlarni bir xil ko'rinishda konsolga chiqarishni iloji bor ekan. Xo'sh, sizda savol tug'ilishi mumkin. Nimaga Javada ikki xil ko'rinishdagi ma'lumotlarni konsolga chiqarish metodlari mavjud? Xo'sh, Java avvaldan yangi o'rganuvchilar uchun biroz qiyinroq deb qaraladigan dasturlash tili hisoblanadi. Sababi Javada bitta metodni yoki bitta biror narsani bajarishingiz uchun juda ham ko'p boshqa dasturlarga nisbatan ko'proq kod yozilganligi tufayli yangi o'rganuvchilar mana shu dasturlashni o'rganayotganda biroz qiynalishi kuzatilgan. Shuning uchun ham Java mana shu yangi o'rganuvchilar uchun qulayroq yechim taqdim qildi va mana shu taqdim qilgan klassimiz bu input output klassi hisoblanadi. Ya'ni mana bu birinchi
dagi kabi siz system out print qilib yozmasdan shunchaki io klassini yozasiz va uni print metodidan foydalangan holda bemalol o'zingizni konsolga ma'lumotlaringizni chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Lekin siz dasturlash davomida bemalol o'zingiz mana shu ikki xil usuldan ham foydalangan holda ishlatishingiz mumkin. IntelliJ IDEada shortkatlar mavjud. Siz mana shu shortkatlar yordamida misol uchun klassik usuldagi system out print qilib o'zingiz noldan yozmasdan shunchaki mana bu IntelliJ IDEA tomonidan taqdim etilgan cout shortkatini yozadigan bo'lsangiz, mana ko'rib turganingizdek avtomatik ravishda bizga ushbu uzun ko'rinishdagi metodimiz yozilib berilar ekan. Ya'ni xuddi mana shu shortkat input output metodimizda ham mavjud. Mana ko'rib turganingizdek ikki xil usulni ham siz shortkatlar yordamida juda ham tez ko'rinishda yozishingiz mumkin. Shuning uchun ham mana shu ikkita usuldan ham kursimiz davomida foydalanib ishlatib ko'ring. Juda ham yaxshi. Ana endi biz konsolga xabarlarni kiritishni o'rganib chiqamiz. Bugungi darsimizgacha biz buni hali ko'rib chiqmadik va mana shu ishni bajarishimiz uchun bizga yana ikkita klass kerak bo'ladi va bu klasslar skanner va hozirgina ishlatgan input output klasslaridan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, keling ana endi skanner yordamida biz mana bu yerga yangi fayl yaratib qo'yaman, chalkashib ketmasligi uchun. Mana Java fayl tanlab olamiz va buni skanner test deb nom beramiz. Mana main deb yozib oldim. Xo'sh, biz birinchi navbatda hozir klassik usul orqali klassik deb yozamiz. Klassik usul orqali biz konsolga ma'lumot kiritishni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, ana endi skanner klassdan o'zgaruvchi yaratib olamiz. O'zgaruvchi yaratib oldik. Mana ko'rib turganingizdek biz skanner klassi orqali biz o'zgaruvchi yaratdik va unga nom berdik. Mana bu yerda o'zingiz xohlagan nomingizni berishingiz mumkin. Xohlasangiz o'qi deb o'zbekcha nom berishingiz ham mumkin. Va hokazo. Biz hozircha shunchaki skanner deb nom beramiz va mana shu skanner klassimizdan biz obyekt yaratib olishimiz kerak bo'ladi va buning uchun biz new so'zidan foydalanamiz va yana bir marotaba skanner deb yozib olishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek biz ushbu o'zgaruvchimizdan obyekt yaratib olyapmiz. Ya'ni new keyword orqali va mana bu yerga biz ushbu skanner aynan qayerdan ma'lumot o'qib olish kerakligini yozishimiz kerak bo'ladi va bu yerga system in, ya'ni konsoldan ma'lumotlarni o'qib ol degan buyruqni beryapmiz mana bu yerdagi parametrga. Xo'sh, sizga hozir mana bu yozgan ikki qator kodimiz qiyinday tuyulib qolishi mumkin va bu narsa tabiiy holat. Ya'ni mana bu yerda biz obyekt olyapmiz deb gapirib ketdim. Siz hozircha bu obyekt nimaligini to'liq tushunishingiz shart emas. Shunchaki skanner klassdan o'zgaruvchi olib olyapmiz va mana shu o'zgaruvchimiz oddiy integer kabi yaratgan o'zgaruvchilardan biroz murakkabroq bo'lganligi tufayli biz mana shu o'zgaruvchini obyekt deb nomlab ketyapmiz deb
esingizda qoldirib keting va albatta obyektlar haqida keyingi darslarimizda gaplashib o'tamiz. Xo'sh, ana endi mana shu skanerimiz orqali biz konsoldan ma'lumotni o'qib olishimiz uchun skaner o'zgaruvchisini next line degan metoddan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, skaner o'zgaruvchimizni judayam ko'p metodlari mavjud ekan. Biz shunchaki ular orasidan next line degan metodimizni ishlatamiz. Metodni ishlatadigan bo'lsak, dasturimizni ishga tushirishimiz kerak. Mana ko'rib turganingizdek, dasturimiz ishga tushdi. Hozir bizda dasturimiz o'z ishini to'xtatmadi. Ya'ni bizdan mana ko'rib turganingizdek, konsolda ma'lumot kiritishimizni dastur o'z ishini tugatmasdan kutib o'tiribdi. Ana endi biz Java degan so'zni konsolga kiritadigan bo'lsakgina, ana endi dasturimiz o'z ishini to'xtatdi. Ya'ni mana bu yerdagi skanerimiz bizdan ma'lumot kiritishimizni kutib turdi va ma'lumot kiritganimizdan keyin o'z ishini to'xtatdi. Juda ham yaxshi. Ana endi biz ma'lumotni kiritdik, juda ham yaxshi, lekin mana shu ma'lumotni ustida biz hech qanday amallarni bajarmayapmiz. Mana shu amallarni bajarishimiz uchun mana bu metodimiz bor. Metod orqali biz konsoldan ma'lumotni o'qib olyapmiz, to'g'rimi? Va mana shu metod orqali o'qilgan qiymatni ustida amal bajarishimiz uchun mana shu qiymatni biz nima qilishimiz kerak? Albatta o'zgaruvchiga saqlab olishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu metod orqali biz ma'lumotni o'qib olyapmiz va mana shu o'qilgan ma'lumotni biz o'zgaruvchiga saqlab olishimiz kerak bo'ladi. Uni ustida amal bajarishimiz uchun. Ana endi mana shu ma'lumot orqali biz klassik usul, print usuli orqali ikkita kavichkali ochib olamiz. Your programming language is deymizda. Ushbu messajga mana bu yerda oraliq joy tashlab keting albatta. Plus qo'yamizda. Mana bu yerda skanerimiz orqali o'qib olingan ma'lumotni shunchaki printdagi mana bu ma'lumotimizga qo'shib chiqarishimiz kerak bo'ladi. Ana endi dasturimizni yana bir marta ishga tushira olamiz va bu yerga yana bir marta Java deb ma'lumotni yozamiz. Mana ko'rib turganingizdek, biz kiritilgan ma'lumot mana bu yerda alohida o'zgaruvchiga saqlanib qilib olinyapti va mana shu kiritilgan ma'lumotimizni biz ustida amallarni bajaryapmiz. Ya'ni print qilayotgan paytimiz o'zimiz oldindan belgilangan mana bu yozuvga qo'shib chiqaryapmiz foydalanuvchi kiritgan narsani. Xo'sh, juda ham yaxshi. Ana endi siz mana shu metod orqali siz sonlarni ham kiritishingiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, hozir bu messajimizga to'g'ri kelmayapti, to'g'ri ma'no jihatdan, lekin siz mana bu next line orqali siz bemalol sonlarni ham kiritishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, juda ham yaxshi. Ushbu konsoldan ma'lumot o'qib olish usuli klassik usulda yozib ko'rdik. Ana endi biz zamonaviy modern usulda bajarib ko'ramiz va buning uchun bizga shunchaki input output klassini readln degan
metodi kerak bo'ladi. Xo'sh, mana ko'rib turganingizdek, biz bir qator kodni o'zidayoq biz konsoldagi ma'lumotlarni o'qib olishimiz mumkin bo'ladi. Ana endi dasturimizni ishga tushirib ko'ramiz. Mana dasturimiz birinchi skanerimiz ishlayapti. Mana shu skanerimizga Java deb yozamiz va mana ko'rib turganingizdek, yozganimizdan keyin ham dasturimiz ishini davom ettiryapti. Ya'ni mana bu yerdagi ikkinchi readln metodimiz ma'lumot kiritishimizni kutib turibdi. Bu yerga ham Java deb kiritadigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, dasturimiz o'z ishini to'xtatdi. Ana endi mana shu metoddan qaytgan qiymatni ham biz string message to deb o'zgaruvchiga saqlab olamiz va mana bu printimizni shunchaki Ctrl S va Ctrl V orqali mana bu yerga ham qo'yishimiz mumkin bo'ladi va mana bu yerga message 1 turibdi. Ushbu messajimiz mana bu yerdagi o'zgaruvchini qiymatini o'zlashtirgan. Shuning uchun ham bizga ikkinchi messajimiz kerak bo'lganligi uchun bu yerga 2 deb qo'yamiz. Ana endi dasturimizni ishga tushiramiz. Birinchisiga Java deb yozamiz va ikkinchisi ham Java deb yozadigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, bizda ikkita bir xil vazifani bajaruvchi kodimiz paydo bo'ldi. Xo'sh, keling, mana bu yerda farq borligini ko'rishimiz uchun, ya'ni ikkalasi ham ikki xil metod ishlayotganini ko'rishimiz uchun birinchisiga Java deb yozamiz va ikkinchisiga Rust deb yozamiz. Mana ko'rib turganingizdek, ikki xil ma'lumot kiritdik va bizni print qilayotgan messajlarimiz ham ikki xil ko'rinishda chiqdi. Mana ko'rib turganingizdek, biz hozir ikki xil usulda, zamonaviy va klassik usulda ma'lumotlarni konsolga chiqarib ko'rdik. Mana o'zingiz ham ko'rib turganingizdek, klassik usulda biz juda ham ko'p kod yozyapmiz. Yangicha usulda bo'lsa, biz bir qator kod yozdik va bizning kodimiz 2 barobar kamroq kod yozish orqali biz konsoldan ma'lumotlarni o'qib olish vazifasini bajardik. Xo'sh, o'zingiz ham mana shu ikkita usulni uyda bajarib ko'rishga harakat qiling. Mana shu klassik usulni ham, modern usulni ham o'zingiz mustaqil ravishda bajarib, kodlarni yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, ana endi mana bu yerda input output read metodiga kiradigan bo'lsak, mana shu konsoldan o'qib olish metodi shunchaki bor yo'g'i bitta metod mavjud ekan. Mana bu metodimizga e'tibor bermang, ikkalasi ham bitta bir xil metod hisoblanadi, ya'ni readln. Lekin biz mana bu yerdagi skanerimizni next metodlariga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, bizda juda ham ko'p metodlar mavjud ekan. Ya'ni mana shu zamonaviy input output bilan skaner klasslarining asosiy farqlari shu. Skaner klassi orqali siz juda ham spesifik bo'lgan amallarni bajarishingiz mumkin bo'ladi. Va biz mana shu metodlarni hozir birma-bir ko'rib chiqamiz. Mana bu yerga next line'ni qaytarib qo'yaman. Bu yerga yangi skanerni yozib olamizda va bu yerga next int degan metoddan foydalanib ko'ramiz. Xo'sh, avvalambor mana bu yerdagi skanerlarimizni Ctrl Shift / orqali kommentariyaga olib oldim va bu yerga IOP orqali message chiqaramiz. Xo'sh, va bu messajimiz shunchaki oddiy print bo'ladi. Ana endi bu yerga enter your age degan foydalanuvchidan savol beramiz.
Ya'ni yoshing nechida, yoshingni kirit degan so'rov chiqaramiz va undan keyin skanerimizni ishlatishimiz kerak bo'ladi va bu skanerimiz aynan raqamlarni o'qib olishi kerak bo'ladi. Xo'sh, judayam yaxshi. Ana endi mana shu skanerimizdan ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, yoshingni kirit deyapti va bu yerga biz 18 degan sonni kiritamiz. Dasturimiz biz kiritgan ma'lumotni o'qib olyapti va mana shu ma'lumotni biz user age degan o'zgaruvchiga saqlab olishimiz kerak bo'ladi va print orqali your age is deymizda. Your age deymizda va bu yerga user age'ni o'zgaruvchini qo'yishimiz kerak bo'ladi va dasturimizni boshqatdan ishga tushiramiz. Va bu yerga 18 deb yozadigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, bizni messejimiz to'g'ri qabul qilinib olyapti. Juda ham yaxshi. Biz next int metodidan foydalanib ko'rdik. Ana endi bu next int metodimiz mana bu yerdagi next line metodidan nima farqi bor? Xo'sh, mana shu next int metodimizni farqi bu faqat sonlarni o'qiy oladi. Agarda biz mana shu next int metodimizga son emas, balki harflarni berib yuboradigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, bizda dasturimizda xatolik chiqib kelyapti. Sababi nima? Sababi next int metodimiz faqat va faqat sonlarni qabul qiladi, ya'ni o'qiy oladi. Agarda bu yerga siz harflarni berib yuboradigan bo'lsangiz, albatta dastur mana bunday ko'rinishdagi xatoni chiqarib beradi. Lekin next line'da bo'lsa, ushbu o'zi so'zdan ham aytib turibdi. Liniya, ya'ni liniyada qanday ma'lumot kelsa ham barchasini o'qib ola oladi. Next int bo'lsa, o'z nomidan aytib turibdi, faqatgina integerlarni o'qib oladi. Ana endi bizda foydalanuvchilar har xil bo'ladi. Ba'zilar xato qilib, mana shu dasturimizda son kiritish kelayotgan joyga harf kiritib yuborsa va biz buni tekshirib olishimiz kerak bo'ladi va buni bajarishimiz uchun skanerda has next degan next bilan boshlanadigan metodimiz mavjud va mana shu metodimiz foydalanuvchi kiritayotgan qiymatni bizga tekshirib beradi. Mana has next intni bosadigan bo'lsak, bu yerga yozamizda va skanerimizga has next intni yozib olamiz va bu yerga if conditionni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, if conditionni qo'yamiz. Agarda has next int bo'ladigan bo'lsa, ya'ni foydalanuvchi kiritgan ma'lumot son bo'ladigan bo'lsa, biz uni yoshini shunchaki keling mana shu yoshni biz shunchaki chiqarib qo'yamiz, mayli. Shunday qola qolsin. Va bu yerga agarda foydalanuvchi harf kiritib yuboradigan bo'lsa, biz IOP orqali, print orqali you wrong answer deb konsolga chiqarishimiz kerak bo'ladi. Ana endi dasturimizni yana bir bor ishga tushiramiz va bu yerga 18 ni yozadigan bo'lsak, xo'sh, hozir bizda dasturimiz boshqacharoq ishlayapti. Sababi mana bu yerga biz har doim birinchi bo'lib has nextni qo'yib yuborishimiz kerak bo'ladi va undan keyin biz foydalanuvchidan qandaydir bir ma'lumotni qabul qilib olishimiz kerak bo'ladi. Bizning кейsimizda bu next int edi.
Ana endi dasturimizni yana bir bor ishga tushiradigan bo'lsak va mana bu yerga 18 ni yozadigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek bizda dasturimiz o'z ishini to'g'ri bajaryapti. Ana endi bu yerga son emas, matn kiritadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek bizda noto'g'ri bo'lgan javobni berding degan messenjni chiqarib dasturimiz o'z ishini tugatyapti. Ya'ni siz skanerni has next metodlari orqali barcha turdagi ma'lumotlarni tekshirib, mana bu yerda biz integerni ishlatdik va bu yerda vaholanki float, double kabi ma'lumot turlari uchun ham alohida metodlar mavjud va siz mana shu metodlar orqali o'zingiz kod yozib, mana shu metodimizni ishlatib olishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, judayam yaxshi. Ana endi biz skaner haqida va input output klasslari farqi haqida biroz gaplashib o'tib ketamiz. Skaner klassi bu avvaldan beri ishlatilib kelayotgan va juda ham murakkab amallarni bajarish qobiliyatiga ega bo'lgan klass hisoblanadi va skaner klassi orqali siz foydalanuvchini klaviaturasida nima yozilayotganini o'qib olishingiz mumkin bo'ladi. Konsolga yozilayotgan ma'lumotlarni o'qib olishingiz mumkin bo'ladi. Vaholanki input output ya'ni IO klassi orqali biz shunchaki konsolni o'zida ma'lumot o'qib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Lekin skaner klassi orqali siz ham keyboardlardan, konsoldan ham, tekst fayllarni ichidan ham ma'lumotlarni o'qib olishingiz mumkin bo'ladi va bundan tashqari readable by channel kabi klasslardan implementatsiya olingan sourcelardan ma'lumotlarni o'qib olishingiz kerak bo'ladi va bu oxirgi foydali tarafini hozircha siz e'tibor bermay turing. Asosiysi esingizda qoldirib ketayotgan narsa bu skaner klassi juda ham ko'p sourcelardan ma'lumotlarni o'qib olishi mumkin ekan deb yodingizda qoldirib keting. Xo'sh, ana endi biz keyingi o'tadigan narsamiz bu skanerdagi bug deyiladi, lekin bu skanerni feature hisoblanadi. Mana shu muammoga siz dasturlash davomida duch kelishingiz mumkin va biz buni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, bu muammo nimadan iborat? Buning uchun biz yangi fayl yaratib olamiz va unga scanner bug test deb nom beramiz. Xo'sh, judayam yaxshi. Va bu yerga biz main deb yozib olishimiz kerak bo'ladi. Ana endi scanner klassdan yangi o'zgaruvchi yaratib olamiz. Yangi o'zgaruvchi yaratib olamizda va unga new keyword orqali konsoldan ma'lumot o'qish kerakligini berib ketamiz. Xo'sh, mana bu yerda ko'rib turganingizdek, mana bu skaner so'zimiz ikki marta ishlatilyapti, ikkita qatorda. Biz mana shuni bitta qatorda qilib yozsak ham bo'ladi. Xo'sh, mana Ctrl D orqali sizga ko'rsatib beraman. Buni skaner 2 deb yozib qo'yamiz. Mana. Siz mana bu usulda ham yozishingiz mumkin. Ya'ni mana bu skanerni birinchi qatorga yozib olasiz va xuddi mana shu skanerni ikkinchi marta yozib, new keyword orqali yozishingiz ham mumkin. Va bundan tashqari siz mana shuni 2 marta yozishni o'rniga mana shu o'zgaruvchi nomini ham new keyword orqali ham obyektni mana shu ko'rinishda yaratib olishingiz mumkin bo'ladi va bu ko'rinishni biz inline ko'rinish orqali initialization deb nomlanadi. Siz mana shu bir qatorni o'zida ham bemalol yozib ketishingiz mumkin bo'ladi. Mana buni kommentariyaga olib turaman vaqtinchalik va biz bir qatorni o'zida
skaner klassini yaratib olamiz. Ana endi biz IOP orqali foydalanuvchini yoshini so'rab olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerga println yozadigan bo'lsak, xo'sh, mana sizga hozir ko'rsatib beraman. Agarda biz println ni ishlatadigan bo'lsak, xo'sh, println ni ishlatadigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, mana bu messajdan keyin foydalanuvchi kiritayotgan ma'lumot keyingi qatorga o'tib ketyapti. Sababi bizda len degan qo'shimchasi bor. Ya'ni kursor keyingi qatorga o'tib ketayotganligi uchun bizda biroz qo'polroq bo'lib chiqib qolyapti. O'shaning uchun mana bu yerga printni o'zini yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, dasturimizni ishga tushiradigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, bizda ana endi dasturimiz to'g'ri ishlayapti. Xo'sh, juda ham yaxshi. Ana endi int deymizda, buni ham o'zgaruvchi age degan o'zgaruvchiga saqlab olamiz. Va bu metodimiz noto'g'ri yozilib ketilgan ekan. Mana ko'rib turganingizdek, next int deganni metodni foydalanishimiz kerak bo'lar edi. Xo'sh, juda ham yaxshi. Ana endi ushbu ma'lumotni your age deymizda. Your age is deb qo'shuv berib, age ni qo'yib ketishimiz kerak bo'ladi. Ana endi o'zgaruvchini ana endi foydalanuvchidan yoshini so'rab oldik. Ana endi ismini so'rab olishimiz kerak bo'ladi. Va buning uchun skanerni next line degan metoddan foydalanishimiz kerak bo'ladi va buni string name degan o'zgaruvchiga saqlab olamiz. Va mana bu qatorni ko'chirib olamizda u yerga enter your name deb yozib qo'yamiz. Va mana buni ham copy qilib olaman. Your name deymizda, bu yerga age emas, name degan o'zgaruvchini yozib qo'yamiz. Xo'sh, juda ham yaxshi. Ana endi bizni dasturimiz tayyor. Ana endi mana shu dasturimizni ishga tushirib ko'ramiz. Mana bizdan yosh so'rayapti. 18 deb yozadigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, dasturimiz o'z ishini to'satdan to'xtatib qo'yapti. Chunki skaner klassida kichik bug mavjud. Xo'sh, bu bugimiz nimadan iborat? Biz hozir mana bu yerga qaraydigan bo'lsak, yoshimizni kirityapmiz. Ya'ni user sifatida yoshimizni kirityapmiz va bu yerga 18 degan sonni kirityapmiz konsolga. Va mana shu konsoldagi ma'lumotni kiritayotgan paytimiz kiritib bo'lganimizdan keyin enter tugmasini bosganligimiz tufayli mana shu kabi bizda bug mavjud bo'lib qolyapti. Mana bu yerga 18 degan raqamni bosdik va undan keyin enter tugmasini bosgan paytimiz bizda sondan keyin new line keyword, ya'ni new line keywordi qo'shilib ketyapti va mana shu new line o'zini ikkinchi skanerimiz input sifatida qabul qilib, vaholanki enter tugmasi hech qanday ma'lumotga ega emas va mana shu ma'lumot pustoy bo'lganligi tufayli mana bu yerdagi ko'rib turganingizdek new line degan joyimiz bo'sh qator bo'lib qolyapti. Sababi shu. Ya'ni aytganimdek, next int metodimiz faqat va faqat sonlarni o'ziga saqlay oladi, qabul qila oladi. O'shaning uchun ham new line son bo'lmaganligi tufayli, ya'ni enter keyword son bo'lmaganligi tufayli u shunchaki
keyingi skaner uchun tashlab ketilyapti va keyingi skanerimiz bu enter tugmasini qabul qilib olib, o'z ishini tugatib qo'yapti. O'shaning uchun ham dasturimizda hozir bizda bug paydo bo'lib qolyapti va mana shu bugni to'g'rilashni usuli juda ham oddiy, juda ham oddiy. Mana o'zingiz ham o'tirib o'ylaydigan bo'lsangiz, qanday qilib mana shu bugni to'g'rilash mumkin? Bizda ortiqcha keyword paydo bo'lib qolyapti. Albatta, mana shu ortiqcha keywordni shunchaki yo'qotishimiz uchun biz uchun yana bitta next line degan skaner klassini metodi kerak bo'ladi va mana shu metodimiz biz enter kiritayotgan paytimiz mana shu enter knopkasini shunchaki o'zida saqlab qoladi va undan keyingi keluvchi skanerlar o'z ishini to'g'ri bajarishni boshlaydi. Xo'sh, dasturimizni ishga tushirib ko'ramiz va bu yerga 18 kiritadigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek dasturimiz son yoshni kiritganimizdan keyin ham o'z ishini to'xtatib qo'ymadi. Va bu yerga Anvar degan so'zni yozib ketamiz. Mana ko'rib turganingizdek, biz boshida o'ylaganimizdek dasturimiz o'z ishini to'g'ri bajaryapti. Xo'sh, skanerdagi bugimiz shu edi. O'zingiz ham uyda o'tirib mana shuni qayta bajarib ko'ring va bugungi mavzuimiz shular. Intervyuga bog'liq bo'lgan questionlarni ushbu havolaga o'tish orqali o'zingiz tayyorlanib olishingiz kerak bo'ladi.